Aksincha, odamlar gap nimada ekanligini bilishmasa ham ayolga nafrat, jirkanish to'la nigoh bilan qarab turardi. Men esa g'alaba qozongandek mamnun bo'ldim. Eng oxirida g'ijimlangan pullarni ko'chaga namoyishkorona otdim-da, mashinani vang'illatib surib ketdim. Shu bilan bu voqeani ham unutib yubordim. Oradan necha yil o'tdi bilmayman. 25 yoshli singlim avtohalokat tufayli bir kunda ham eridan, ham qaynona-qaynotasidan ayrildi. Yosh boshi bilan yolg'iz qolgan singlimga qarab bir ezilsam, 3 yoshli qizi, hali birga ham kirmagan o'g'liga qarab 10 ezilardim. Bevalik og'ir, juda ham og'ir ekanligini shunda tushundim. Biz aka-opalari, singlim va bolalari uchun hamma narsani muhayyo qildik. Lekin har gal unikiga borganimda jiyanlarimning oyog'imga osilib, "Tog'ajon, dadam qachon keladilar?" degan savoliga javob topolmay qiynalardim. Ularning ko'zidagi mungni nima bilan aritishni bilmay o'ylandim. Singlimning ko'zlari qirg'og'ini to'ldirgan, salga to'kilaman deb turgan ko'z yoshlarini ko'rib, ko'zimga dunyo tor bo'ldi. Ammo odamzod hamma narsaga ko'nikar ekan. Yillar o'tishi bilan biz ham ko'nikdik. Bu orada singlimga chiqqan sovchilarning hammasi rad javobini oldi. U bolalarini o'gay otaga ishonmadi. Singlim bolalari katta bo'lgach, o'zi ishlagan bankka qaytdi. Bolalari ham biri maktabga, biri bog'chaga chiqdi. Hayot iziga tushganday edi go'yo. Biroq bir kuni kechki payt singlimnikiga borsam, xontaxtaning ustida hujjatlari yoyilib yotgan ekan. Singlimning o'zgarmas odati bor edi. Hech qachon uyga ish olib kelmasdi. Uydagi vaqtini faqat bolalari uchun ajratardi. Shunga hayron bo'lib, bu qanaqa hujjatlar ekanligiga qiziqdim. Singlim ayrim tashkilotlarning hisobchiligini olib, uyda ishlayotganini aytdi. "O'zingni oyliging yetarli-ku, yana qo'shimcha ish olib, o'zingni qiynab nima qilasan?" dedim. Singlim bankda ortiq ishlamayotganini aytdi. Sababini esa aytgisi kelmadi. Qattiq turib olganimdan keyin bo'lim boshlig'i bilan kelisha olmadik. Boshim ochiqligi uchun g'alati gaplar qildi. Buni ko'tara olmay arizamni yozib qo'ya qoldim dedi. Jahl bilan uydan chiqib bankka otlandim. Bo'lim boshlig'ini abjag'ini chiqarishga tayyor edim. Lekin mashinaga o'tirishim bilan o'sha beva ayolning bir paytlar aytgan gapi miyamda aylana boshladi. Birovning musibati ustidan hazal qilmang, agar aqlingiz bo'lsa. Men bularni sizga bekorga aytmayapman. Beva ayollarga yomon ko'z bilan qaraydigan aka-ukalarimni ogohlantirishni xohlayman. Akalar, ukalar, hayot shunday qiziq narsa. Bugun nimani xo'rlasangiz, taqdir charxpalagi bir aylanib, o'zingizning boshingizga ham shu xo'rlik kelib turib qoladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan so'zlarga, qilayotgan ishlarimizga va odamlarga, ayniqsa ayollarga munosabatimizda ehtiyot bo'laylik. Xususan, agar u ayol beva bo'lsa, 2 karra ehtiyot bo'lib muomala qilishga majburmiz. Chunki bu dunyo qaytar dunyo.